asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, ey dalboyim, menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'tadi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqadigan, mana to'qqa bor, yurak bor yiban. Bu aslida dalboyim erkak kishini omad bilan o'ynashma deb o'zi hammasi ko'rmasizga olib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakat qilib kutadi. Qachonjalabda oltin qush kelib boshiga tushib yiban o'taga bo'lmasa turib harakat qilmasin. Yiban Instagram, TikTok'dagi dalboyimlar kuzatib o'shalardan inspiration topmaydi. Harakat qil o'qish. Endi mana boshdan chiqqanlar bilan qanaqa yo'llarni bosib o'tganlar, xatlar to'playotgan kimlar meni tashlab ketgan, nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi, chidolmadi, sabr qilolmadi. Birovlar fikriga qo'tadi qo'ygan holatda darslarni bosishga akalar ularni o'tirib olib erkak kishini omadi bilan o'ynashgan. Babuin bo'l, dalboyim. Babuin. Qizig'i mana kommentariy yozadigan dalboyimlarni tasvirlash uchun hattoki bir jalab hayotidagi eng oliy orzusi deb bajaring deb musi